O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yozuvchi, shoir, adib Abdusaid Kochimovning 20 ga yaqin she'riy va nasriy kitoblari chop etilgan. Shu kitoblardan biri Halqa nomli kitobi minglab o'zbek kitobxonlar qalbidan joy oldi. Ushbu kitobdan o'rin olgan qissa va hikoyalar mavzusi, qahramonlarning qiyofasi, hayotda tutgan o'rni nihoyatda ishonarli aks ettirilgan. Ularda sizu biz bilan hamnafas yashaydigan insonlarning o'zgalarnikiga o'xshamaydigan turmush tarzi, o'y kechirmalari, betakror xarakteri mahorat bilan tasvirlangan. Muallif o'z qahramonlari boshidan kechirgan murakkab vaziyatlarni ortiqcha bo'yab bechamasdan nihoyatda ishonarli gavdalantiradi. Muhimi, u inson tabiatidagi chigalliklarni, hayotning turfa ziddiyatlarini haqqoniy yoritib, qahramonlarning quvonch va tashvishlar og'ushida kechadigan hayotini mahorat bilan qalamga oladi.